Ikkita bolali onani bir kuni sahar soat 9dan bolalarimni kiyintirib bog'chasiga olib ketdim. Bolalarimni kiyintirisham, olib borib tashlasham bitta muammo. Buni storyda ko'rgan odamlar juda yaxshi biladi. Shu bog'chaga berganimdan keyin bolalarimda katta o'zgarishlar bo'ldi. Yo'ldan zavtrakka somsa oldim. Uyga kelib qurgan kiyimlarni yig'ishtirib oldim. Bolalarimga ko'p oq kiyimni kiydirganim uchun ularni obsessiyadan qo'lda yuvaman. Uy har doim bir kunda shunaqa ahvolga kelib qoladi. To'rtta bolam bilan boshqa narsani kutmayman. To'rtta deganimga hayron qolmanglar, to'rttasi va meni erim. Oxirgi paytlar farzandlarim sog'liqlarida ozgina muammolar bo'lganligi uchun arzimagan shamollashlar ham mani dilim xira qiladi. O'g'il boladan battar ikkita qizim bor. Hamma yog'i to'z tushishi, timirskilanishni yaxshi ko'radi. Yaxshiyam jannatim oyijonim borlar, farzandlarim tarbiyasida ko'p yordam beradilar. Uni tanimaganlar uchun uchta shirin shakar farzandlarim orasiman va sevimli yorman. Oilada to'rtta qizimiz, bitta opacham, ikkita singlim bor. Kelinli xonadonimda erkagina bittagina kelinman. O'qib bitirgan kasbim hamshiralik, hobbim meykap qilish. Hali bu borada ko'p videolar chiqaraman, sizlarga manfaatli bo'ladi inshaalloh. Buning uchun meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling. Ishlarimni qilib bo'lib ovqat soldim. Sizlar ham barg ovqatga shunaqa piyoz o'ldirib olib solasizlarmi? Shoshganimdan urab solgan kadrimni videoga olmayman. Orada chiroyli qizib olib, bolalarim bog'chadan olganiga ikkita qizimni aylantirib kelish uchun chaqalog'imni oyijonimga tashlab parkka olib ketdim. Parkka opacham, jiyanim, ikkita qizim bilan bordik, mazza qilib o'ynab keldik. Orada shunaqa malinka adrenalin ham bo'ldi. Parkda bu safar odamlar rosa ham kam edi, mazza qilib aylandik. Orada 3Dga ham chiqdik. Qizlarni yuziga chizdirdik, mazza qilishdi, aylandik, o'ynadik, kuldik, yedik, ichdik va shu bilan qaytib keldik. Ikkita bolali onani bir kuni shunaqa o'tdi. Xo'sh, sizlarniki har kuni qanaqa o'tadi? Kommentariyada izohlaringni kutaman.